Assalomu alaykum. Bu darsimizda palitralarni chuqurroq o'rganib olamiz. Buning uchun palitralarni ochish uchun vid bo'limiga o'tamiz hamda mana bu yerda palitralar mavjud. Shuni aytib o'tishim kerak. Mana bu bloki hamda количество palitrasi AutoCADning oldingi versiyalarida yo'q. Ular hozir paydo bo'lgan hamda ish paytida juda ham yaxshi samara beradi hamda qulayliklar tug'diradi. Bundan tashqari eng asosiy palitra deb men svойство panelini hisoblayman, chunki ish paytida u bilan juda ham ko'p ish hamda u yordamida juda ko'p narsalarni amalga oshiriladi. Demak, palitralarni chap tomonga, o'ng tomonga joylashtirish mumkin yoki mana bunday erkin holda yuruvchi holda ham biron joyga qo'yish mumkin. Agar mabodo sizni ekraningiz 2 ta yoki 3 ta bo'lsa, asosiy ekranga siz o'zingiz chizib, boshqa ekranlarga o'zingizni palitrangizni misol olib chiqib qo'yishingiz mumkin. Hozirda umuman olganda men palitrani o'ngga joylashtiraman, ba'zida chapga ham, lekin o'ngga qulay deb hisoblayman, chunki u har doim ochiq turadi. Buning uchun biron joyga закрепить qilib qo'yish uchun mana bu yerdan закрепить sleva yoki sprava bor, birontasini tanlab qo'yishingiz mumkin. Men sprava qilaman. Ko'rib turganingizdek, u hozir yopildi. Kursorni unga olib kelsam, u avtomatik tarzda ochiladi. Lekin men xohlaymanki, u har doim ochiq turishi uchun, uni har doim ochiq turishi uchun mana bu yerga kalitcha bor. O'shaning ustiga kursor bilan bosaman yoki mana shu chapdagi turgan joyga, xohlagan joyga mushkani o'ng tugmasini bosaman. Yana shunday narsa paydo bo'ladi. Hamda bu ochilgandan keyin avtomatik ubratda galochka turibdi. Bu galochkani olib tashlasam, yo'qolib qoldi nimagadir. Ba'zi paytlarda ham AutoCADda shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. Buni hech yomon joyi yo'q. Buning uchun shunchaki AutoCAD mana bu oknosini qisqartirish kerak. Hamda qaytadan o'chirib yoqish kerak. Hozir mana bu yerda yashirinib qolgan palitramiz. Ko'rib turganingizdek, endi ochildi. Mana bunday qilib qo'ysam ham bo'ladi. Yana birlikda palitralarni ochaman. Misol uchun bloki buni ham ochaman hamda buni chap tomonga закрепить qilib qo'yaman. Mana bunday tarzda. Количествоni ham ochaman. Bu bizlarga chertejimizda qanaqa bloklar borligini ko'rsatib o'tadi. Misol uchun, kompyuter blogi 54 ta birma-bir qaysi qayerda joylashganligini ko'rib o'tish mumkin. Buni ham chap tomonga joylashtirib qo'yishim mumkin. Yana qaysilari kerak bo'lishi mumkin? Misol uchun, kalkulyator, AutoCADning o'zining kalkulyatori bor. Uni ham yoqib qo'yishim hamda chap tomonga закрепить qilib qo'yishim mumkin. Bundan tashqari sloylar bor. Bu yerda sloylarni yasash, udalить qilish hamda ular ustida har xil amaliyotlar o'tash mumkin. Buni ham chapga joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, ularning ismlari ostida bir necha xil palitralar paydo bo'ldi. Endi bundan tashqari ularni ikonka ko'rinishida ham qilishimiz mumkin. Mana bu yerdan birontasini ustiga chap tugmani bosib, только значка qilsak, ularda mana bunday значокlar paydo bo'ladi. Bularni закрепить mana bunday holatda keltirishni maslahat bermayman, chunki ekranimizni yopib qo'yadi. Faqatgina kerakli paytlarda uni ustiga bosib chaqirishimiz mumkin. Xo'p, palitralar bo'yicha o'zgartirishlarni hamda o'zimizga kerakli bo'lgan tarzda interfeysimizga moslashtirib oldik. Endi ularni сохранить qilib qo'yishimiz kerak. Buning uchun сохранить tekishchi qilib, yana o'zimni ismim ostida сохранить, пересохранить, ya'ni bor faylni ustidan yozaman. Tayyor. Palitralar shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.